Bu yerda qonunda yana Uyg'ur inson haqlari faoliyatchilarining islom dunyosiga qaratgan ommaviy diplomatiya faoliyatlarini fond bilan ta'minlash degan narsa o'ttirib qo'yilibdi hamda. Bu albatta yana yillardan buyon shu islom dunyosining sukut turayotganligiga bularni uyg'otish uchun bir harakat kerak degan narsani tilg'anishi intayin muhim bu deyman. Albatta bu qonunninki boshqa qonunlardan alaydiligi boshqa qonunlardan farqi shu, ya'ni birisi tunji qatim bu bir qonun loyihasida Amerika Davlat Majlisiga sunilgan bir qonun loyihasida Uyg'urlarni masalan sirtda faoliyat ilib berayotgan diasporada bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, hatta vatan ichidami ichiga oladi buningki faaliyet ilib berayotgan, albatta ularga yordam qilishi nihoyatda qiyin hozir, ammo diasporada faaliyet ilib berayotgan bütün Uyg'ur tashkilotlariga bu moddiy yordam qilish, bularninki faoliyatlarini mablag' bilan ta'minlash nihoyatda muhim bir modda. Bu modda boshqa nimalarda yo'q, qonun loyihalarida yo'q. Bu tunji qatim bu mushu qonun loyihasida bu masala o'ttirib qo'yilgan. Buningga nihoyatda ahamiyatli deb qarayman bu moddaga. Ham sizmi deb o'tgandek, ya'ni bu hatta bu nim bilanla qolmaydi. Uyg'urlarni mushu bu yerda islom dunyosida bo'libmi faoliyatlarini kuchlantirish uchun, islom dunyosi Uyg'urlarning masalasini anglatish uchun bu moddiy bularni moddiy yordam bilan ta'minlash nimasini o'ttirib qo'ymaydi. Amerika tashqi ishlar ministrini islom tashkiloti islom hamkorlik tashkiloti a'zolari bilan munosabatga o'tib, ular bilan dialog qurib, Uyg'ur masalasini, masalan shu tutilib ketgan Uyg'urlar, uningdagi hozir azob tortayotgan Uyg'urlar, mushularninki bütün meselelerini, onunki Xitoyninki chegara halkı bastırış siyasetinin kurbanı bo'lgan Uyg'urlar, mushularning meselelerini ular bilan hal qilish uchun shular bilan bir nimaga o'tish, dialogga o'tish. Ularninki bu albatta dastigini ilish, ularni bir harakatlantirish nimasi bu qonunda yer olgan. Shuningga hozir bu qonun bu Amerika'daki Uyg'urlar, Amerika'daki Uyg'ur teşkilatları emas, bütün dünyadaki diasporadaki Uyg'ur teşkilatlarını maksat qiladi. Bo'libmi mesela O'rta Osiyo bo'lsin, Turkiya bo'lsin, aşağıdaki Uyg'ur teşkilatları, çünkü bu yerdagi Uyg'ur teşkilatlarınınki İslam dünyasına erishish nimasi texmo ason. Bu teşkilatlarning hammasini shu mablag' bilan ta'minlashni bir modda qilib qo'ygan. Shuning uchun bizningki yana bir nihoyatda bu qonunni qo'llab, bu qonunninki shunda o'tishidan nihoyatda xushal bo'lganligimiz, bütün bu tunji qatim Amerikaninki bu bir qonun loyihasida bu shundoq bir moddaning yer olganligi. Hamda bu qonunlashib o'tgandan keyin albatta Amerika Tashqi ishlar ministrligi vazifalik bo'ladi hamda mush qonunni ijro qilishda. Unda bo'lgandan keyin bayonman deb o'tgandek bu Uyg'ur masalasi Amerika tashqi siyosatininki bir parchasi, muhim parchasiga aylangan bir harakat bo'ldi.